Bolalar barchaga salom. Bugun bizda anniversary eventi bo'yicha yakuniy open pack, finalniy open pack qilish kuni bo'ladi. Bizda buning uchun 22 mingta games va 1,5 mingta FK points bor. Avvalambor yaxshi o'yinchilar tushib olishiga umid qilamiz yoki-da aql bilan aqlni ishlatib tokenlarni yig'ishimiz kerak do'stlar. Bugun menga mingta games yetmayotdi. G'oyibadan berib bo'ldi. Hozir qayerdan olganimni sizlarga ham ko'rsataman agar sizlar olmagan bo'lsanglar. Buning uchun Lepentadors eventiga kirasizlar va mana bu yerda mana Matchday degan joyda mingta samotsvet beryapti ekan. Agar olmagan bo'lsanglar olinglar. Men bugun ko'rdim va hozir oldim shuni. Demak, biz magazinga kiramiz. Birinchi pakimiz 22 mingta gamesga bo'ladi. Yaxshi o'yinchi tushib oladi degan umiddaman. Qani ketdik. Vay bala. Birinchisi yana bu ketdi. Braziliya. 111 ga 120 tamada token. Normalni 111. Ikkinchi pakni amalga oshiramiz. Ikkinchi pakimiz bizni 500 ta FK pointsga bo'ladi. Biz bu yerga 1000 ta FK points sarflaymiz. Qani ketdik. Ikkita yaxshi o'yinchi tushib qoladi degan umiddaman hech bo'lmasa. Varatar Chelini nimada yangi darvozabon 109 Chalveri. Ikkita 109 bizga umuman omad kulmadi do'stlar. Hammasi tippakka chiqdi desak ham bo'laveradi. Bu yerdan nima berar ekan? Yo, bu yerda ochmaymiz. Bizga veganroq joy kerak. Mayli. 200 taga kunlik paklarni ochib olamiz. 3000 ta o'rniga 200 ta FK point sarflaymiz. Shu yerdan tushib qolsa endi hech qayerdan tushmagan. Kim bu? 109 De Paul ekan. Endi extra time tokenlariga o'tamiz. Xato qo'yibman. Kecha bu yer uchun men extra time tokenlardan 10 mingta yoki 5 mingta olib qo'yishim kerak edi ekan hozir. Chunki hozir bugun ochsam faqat 10 mingta ola oldim xolos. Endi 2 marta ochamiz va yaxshi open pack bo'lishiga umid qilamiz extra time'dan. Chunki ko'rdinglar, biz hech narsaga normalniy narsa ushay olmadik magazindan. Oh, 150 ta xarosh. Juda ham ajoyib bo'ldi. Yana bitta shunaqasidan kutib qolamiz. Qani. 100 ta. Ajoyib do'stlar. Magazindan tushmaganini bu yoqdan qoplab ketdi. Agar kecha ochib qo'yganimda 5000 ta token to'plab qo'yganimda, xudo xolasa yaxshi bo'lardi ekan. Mayli, endi bu ham bir o'zini hikmati bordir. Endi biz sizlar bilan hisoblab chiqishimiz kerak. Bizda qancha token bo'ldi. Bu yerdan keraksiz o'yinchilarni olib tashlaymiz va shu hisob cross bilan 10 qanot Frimponga yetish kerak. Bizga 1800 ta token kerak do'stlar. 1800 ta. Mayq o'tamiz. Ketdi. Do'stlar, ko'rib turganinglardek bizda darja oshib ham qolyapti. Bizda hozir 1892 ta do'stlar. Ajoyib, bu ajoyib. Biz nima qilamiz? Demak,
Bu yerda kallani ishlatish kerak. Bu yerdan mana bu yerdan bitta ikkita kartochkani olib olsak bo'ladi va ertangi kun uchun yangi event uchun ishlatsak bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan hozir yaxshi kallani ishlatib olish kerak do'stlar. Tak, hozir pauzaga qo'yib turaman videoni. Demak do'stlar, barchasini hisoblab chiqdim. Luka Modrichning kartochkasini bermoqchi emasdim, chunki Lukani kartochkasi menga ham juda ham yoqib qoldi. Oyog'i to'g'ri bo'lsa ham 5-5 ga o'ynar ekan bu o'yinchi va doim poliyada kerakli joyda o'yin ko'rsatar ekan va eng yaxshi tarafi rejim trenerda juda ham yaxshi o'ynayapti. Lekin men Kroosni olaman va Luka Modrichdan ko'ra baribir Kroos ozgina yaxshiroq bo'lsa kerak. Endi ko'ramiz buni. Vaqt ko'rsatadi. Hozir biz Luka Modrichning kartasini beramiz va bu yerdan bitta 110, 3 ta 108 kartochkalarni olib qolamiz bizda. Shunda bizda точно 1802 ta token bo'lar ekan do'stlar. Shun bilan biz galereya bo'limiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Luka xayr. Bir 1800 ta token bo'ldi do'stlar. Ko'rib turganinglardek bizda yakuniy xulosami nima? Kroos do'stlar, ajoyib Toni Kroos. Here we go. Bu anniversary event o'zi juda ham ajoyib keldi men uchun. Chunki hozir men komandani sizlarga ko'rsataman. Va do'stlar, bizda ikkinchi o'yinchi bu Frimpong bo'ladi. Jeremy Frimpong. Uyaltirib qo'ymaydigan umiddaman. Men o'zi Walkerning kartochkasi qiziqayotgandim, faqat overi 111 lik uchun Frimpongni olishga qaror qildim. Ketdik. Here we go. Jeremy Frimpong do'stlar. Va biz o'zimizni sostavimizga qaytib olamiz va yangi o'yinchilarni bu yerga qo'yamiz. Toni Kroos, Jeremy Frimpong do'stlar. Turamni esa sentrga olamiz. Mana bizning komandamiz do'stlar. Nima deysizlar, bu komanda to'g'risi o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa endi bu yerda bizga Davisning kartochkasini kutib qolamiz. Davisning kartasi chiqishi bilan Davisni yangilaymiz. Chunki kommentariyalarda ko'rdim, yozibsizlar, chap qanot himoyasini almashtirish kerak debsizlar. Bu men Davisning kartasini kutyapman. Xudo xolasa Davisning kartasi chiqsa, o'shini olaman va bizda Buffon qolyapti do'stlar. Buffonning kartasi chiqishi bilan olamiz. Demak, finalni bitta ish qolibdi, qiladigan ishimiz. O'sha ishni qilishimiz kerak hozir. Tak. Demak do'stlar, biz nickname'imizni o'zgartirib olamiz. Shu nick bilan meni topishinglar mumkin do'stlar. Demak do'stlar, ushbu nickname'imiz ostida bundan keyin o'yin o'tkazamiz. Qani ketdik. Подтвердить. Don Carlo. Da do'stlar, bizning jamoamiz endi bularning reytingini ko'tarish qoldi xolos. Hammaga omad do'stlar.